Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Anchadan beri sizlar bilan bog'lanolmadik, gaplasholmadik. Ko'rib turganlaringdek mashinacha, elektronli labo, mototsikl va motorollarni yana yangilik qilib olib kelib qo'yganmiz. Hozir bir qisqacha obzorlarni qilib o'tamiz. Bemalol Vodiy Motoga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Tez kunda xudo xolasa katta yangiliklar qilamiz va aksiyalar qilamiz. Ko'rishlaring mumkin. Honji, Zonlon va o'sha eski Alp kompaniyasida motorollar olib kelib qo'yganmiz. Ko'pchilik Zonlon so'rardi. Zonlon motorollardan ham olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu kabinalik modeli. Bu model 220 ga 130 lik bort bilan jihozlangan va bortiga yana qo'shimcha bort qo'shilgan. Eng muhim taraflardan biri Damast ballonlari ham bemalol tushaveradi. 12 razmerli bo'ladi. Bemalol Damast ballon qo'yib yursalaring ham bo'laveradi. Tablolariga ahamiyat berasizlar. Zamonaviy tablolar o'rnatilgan, benzinni va issiqlik ko'rsatkichini ko'rsatib turadi. Kolonkalar o'rnatib qo'yilgan va oldida mustahkam dugalar. Original motorlar va kabinasini ko'rishlaring mumkin. Bemalol sovuq kunlarda, yomg'irli kunlarda ham minib yursalaring bo'laveradi. Yoniga bitta tent tashlab olsalaring, qishki kunida ham bemalol minib yursalaring bo'laveradi. Oldi tarafdan ko'rinishlari Zonlon kompaniyasini eng muhim jihatlaridan biri oldi vilkalari bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Oldi vilkalari ikkitalik, bittasi stabilizator vazifasini bajarsa, bittasi vilka vazifasini bajaradi. Bu og'ir yuk bilan yoki yuksiz ketayotganda sakrab ketmasligi uchun prujinalar o'rnatib qo'yilgan amortizatorga o'xshatib. Shuning uchun Zonlon kompaniyasini ko'pchilik tanlaydi. Ko'rishlaring mumkin. Bu tarafga tepkilari joylashtirilgan va kalit ochadigan joylari. Ichlari juda keng. Bemalol ikkita odam sig'ib ketaveradi. Tepkilaridan tepib yurgizsalaring ham bo'ladi va panejni peridachi albatta joylashtirilgan. Sovutish sistemasi radiatorli bo'ladi, antifriz bachoklari. Bu tarafdan ko'rishlaring mumkin. Mustahkam risollar o'rnatilgan va Zonlon kompaniyasini eng muhim jihatlaridan biri yana qolganlariga qaraganda kuzovi qattiqroq va baquvvatroq kuzov Zonlon kompaniyasida ishlab chiqariladi. Elektronli dvornilar o'rnatilgan va yonida ikkita bokovoy. Yana ham to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, akalar, kommentariyaga Zonlon deb yozib ketsalaring, biz xudo xohlasa yana ham to'liqroq va narxlari bilan video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Endi bu modelimizga o'tadigan bo'lsak, Honji kompaniyasida ishlab chiqarilgan 1,5-2 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol olaveradi bu modelimiz. Ko'rishlaring mumkin. 220 ga 130 lik bortlar bilan jihozlangan 12 razmerdagi ballonlar. Bu modelimiz ham risoldek va prujinalik bo'ladi. Orqa mostlari juda baquvvat va 250 kubalik original Honji motor o'rnatilgan. 2 tonnagacha, lekin 250 kubalik. Bilasizlar, ko'p modellarda 250 kubalik motorlar 3 tonnalik, 3,5 tonnaligacha o'rnatiladi 250 kubalik motorlar. Buni sovutish sistemasi bo'lsa, vazdushnik havoda soviydi, ventilyatorlari bor. Ana ko'rib turganlaringdek oldida mustahkam vilkalar. Honji model eng arzon model bo'lib turibdi hozir bizda. Eng arzon va eng sifatli modellardan biri bo'ladi. Orqa mostlarni ham ko'rsataman hozir. Orqa mostlar juda baquvvat mostlar va zapaska ballonlari ham bor. Bu ham samosvalsiz varianti. Bu Zonlon ham samosvalsiz variant edi. Bunda ham ikkita kolonkalar o'rnatilgan va LED faralar bilan jihozlangan bu Honji model. Tablolarni ko'rishlaring mumkin. Benzin datchiklari bor va оборот ko'rsatib turadigan datchiklari bor. Bu modelimiz ham kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Honji 250 deb yozsalaring, albatta bitta o'zini olib chiqib tashqariga alohida obzorini va narxlarini qilib ko'rsatib beramiz, hurmatli kuzatuvchilar. Endi o'sha hamma bilgan Alp zavodida ishlab chiqariladigan
Leopard modelimiz. Leopard 2. 1 tonnagacha yuk oladi. Sovutish sistemasini ko'rib turibsizlar. Maslinli bo'ladi. Moyda soviydi. Oldida mustahkam vilkalar va 12 razmerdagi simli saybon balon joylashtirilgan. 150 kubalik Zonshen dvigatel. Rasxoti 3 ta yo 4 ta bo'ladi. Yuki bilan 1 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol olaveradi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqa ko'rinishlari juda ham chiroyli dizaynda ishlab chiqarib qo'yilgan. Alp Motors tomonidan ishlab chiqarilgan. Orqa mostlari, hurmatli kuzatuvchilar, bu modelimiz Leopard 2 bo'ladi. Kommentariyada Leopard 2 modeli deb yozsalaring, buni ham alohida olib chiqib obzorini qilib ko'rsatib beramiz. Statorda, hammasi statorda. Lekin tepkida ham yuradi. Panejniy передаcha joylashtirilgan. Tormozlar prosta bo'ladi buni. Bemalol 1 tonnagacha bo'lgan yukni olib yura oladi. Podiyomli joylarga ham bemalol olib chiqa oladi. Panejniy передачasi bilan. Endi bu modelimiz yana Zonlong kompaniyasida ishlab chiqarilgan pol kabinali va samasvalli variantimiz bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Samasvalni o'zi 5 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'tarib ag'dara oladi. Motorolni o'zi bo'lsa 2 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'tara oladi. Tablolar va ichkaridagi obshipkalar juda baquvvat ishlatilgan. Uncha-munchaga sinib qolmaydi. Qo'shimcha kolonkalar o'rnatilgan va qo'shimcha bort qo'shilgan. Yana buni ustiga 220 ga 130 lik bort va 12 razmerdagi Damas balon tushadigan balonlar. Ko'tarishlari motor tomonlama maslinli bo'ladi. Silindrini ko'rib turibsizlar akalar. Juda baquvvat silindrlar o'rnatilgan va orqa tarafida qo'shimcha stabilizatorlar o'rnatilgan 2 tadan. Motor tarafdan kardanlari ko'rishlaring mumkin. Bu tarafda bo'lsa panejniy передаcha. Bu tarafdagi adashib ketdim. Uzr akalar, bu tarafda silindrini, enshasini ko'targani. Bu tarafda bo'lsa panejniy переdachalar joylashtirilgan. Ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli tarzda ishlab chiqarilgan va ranglari ham juda chiroyli tarzda turibdi. Risollar juda baquvvat bo'ladi risollari Zonlong kompaniyasida va kuzovlari ham juda baquvvat va qattiq. Uncha-munchaga sinib yorilib ketadigan kuzovlardan bas. Yana bir modelimiz Zonlong kompaniyasi ishlab chiqarilgan kabinasi modelimiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu ham samasvalli varianti bo'ladi. Akalar, bunda ham oldida qo'shimcha 2 ta vilkalar joylashtirilgan. Bittasi stabilizator vazifasini bajarsa, bittasi vilka vazifasini bajaradi. Oldidan juda seryozni ko'rinadigan motorol bo'ladi bu. Silindrli ko'taradigan ishlaring mumkin. Motori 2 kubalik original motorlar qo'yilgan. Buniki ham motor orqali ko'tariladi. Maslinli bo'ladi. O'zlaring mumkin. Oldingi ko'rsatgan modellarimiz bilan bir xil, faqat kabinasi yo'q. Shuning uchun narxi ham pastroq qolganlariga qaraganda tablolarni ko'ryapsiz akalar. Tablolar ham juda yaxshi tablolardan qo'yilgan. Zonlongda bitta tarafi bor, minus tarafi faqat zapaska balonlari yo'q bo'ladi akalar. Faqat zapaska balon yo'q xolos. Alpda, Honjida bor, faqat Zonlongda yo'q. Endi Honjida samasvalli variantiga o'tadigan bo'lsa 2 tonnagacha yuk ko'taraveradi bemalol. Ko'rib turibsizlar, sovutishi. Radiatorli 200 kubali original Honji motor qo'yilgan. Va oldida vilkalar, mustahkam vilkalar. 3 tonnagacha bo'lgan yukni ko'taradigan silindr qo'yilgan akalar. Bunda elektronli bo'ladi. Motorolni yoqmasdan bemalol tushirib chiqarsalaring bo'ladi. Lekin yoqib tushirib chiqarganlaring yaxshi, yoqqanlaringda tok dinamdan olinadigan bo'ladi. O'chirgan paytlaring akkumulyatorlaring silavib qo'yadi.
risollar va risollar prujinalar o'rnatilgan 12 razmerdagi ballonlar 220 ga 130 lik bolt. Kraskasi ham juda chiroyli tarzda ishlab chiqarilgan. Laklangan bo'lsa kerak, adashmasam va yaltirab turadi. Bunjin kompaniyasining mahsuloti bu. Kelar bu tarafda bo'lsa silindrini, bachoylari, motorlari, zapaska ballonlari bor bu modelda. Sovutish sistemasi, radiatorlik, antifriz bachogi, qo'shimcha ikkita kolonkasi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada Honji S qilib yozib qo'ysalaring, albatta o'zini alohida reklama qilamiz. Aynan sizlar uchun bu modelimiz ham o'sha Zonlon kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kabinalik varianti. Bu model qolganlarga qaraganda ancha boshqacha. Qolganlarni ko'rdilar-ku. Mana shu joyda edi. Silindrini ko'tarib, enshasini ko'tarib tushiradigan narsalar. Bu yangilangan enshada chiqqan. Oldi ko'rinishlari va ranglari ham juda chiroyli bo'ladi. Yangilangan enshalari bu tarafda va qo'lda oldida, motorda oldida joylashgan. Pichaklari enshani 12 razmerdagi o'sha Damas ballon tushadigan ballonlar. Ko'rishlaring mumkin. Orqa taraflari juda baquvvat ramalar o'rnatilgan va stabilizatorlar o'rnatib qo'yilgan. Ikkitadan stabilizator o'rnatilgan va 3 tonnagacha ko'taradigan silindr. Buni narxi qolganlarga qaraganda qimmatroq va yangilangan silindrlar o'rnatilgan. Kimga qiziq bo'lsa, Zonlon deb kommentariyada yozib qo'ysalaring, albatta boshidan alohida tashqariga olib chiqib, alohida sizlar uchun bir boshdan narxlarigacha tushuntirib reklama qilib beramiz. Endi ko'pchilik bilgan, ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik qiziqadigan pony modellarimiz ko'rishlaring mumkin. Elektronli mini kap 4 kishilik bo'ladi akalar. 4 kishilik. Sidinalarni ko'rib turibsizlar. Ajragan, yangilangan holatda chiqqan model. Orqalari ham juda keng, 2 metrli odam o'tirsa ham joy oshib qoladigan joy narsa. Va juda ham yumshoq rollar, elektronli bo'ladi rollari ham. Kapotlari bor. Oldida orqa tarafdan ko'rinish dizaynlarini ko'rsatamiz hozir. Kuzatuvchilar, lyuklari bor tepada. Agar zaryadi bo'ladigan bo'lsa, hozir men sizlarga faralarini va tablolarini yoqib ko'rsatib beraman. Hatto signalizatsiyalari ham bor o'zini. Ko'rib turibsizlar, hurmatli kuzatuvchilar, panejni peredachalari bor. Bemalol podiyomli joylarga chiqib ketiladi. Faqat gaz tormoz avtomat korobka bo'ladi. Skorsini almashtirish ham Rolls-Royce bilan bir xil, hurmatli kuzatuvchilar. Oldi ko'rinishlari. Hozir endi faralarni yoqib ko'rsatamiz. Mashina bilan bir xil faralarni yoqish boshqalarga. Kuzatuvchilar ko'rib turibsizlar. LED faralar o'rnatilgan. Hozir yorug'ligini nisbatiga uncha tushmayapti, lekin tunda yo'lingizni albatta yorug' qilib beradi. Juda chiroyli tarzda ko'rinadi faralari yonganda. Ballonlari 10 lik va amortizatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ishlarining ko'rinishlari mana, hurmatli kuzatuvchilar, juda chiroyli tarzda ko'rinadi. Zatnik kameralari bor mana. Zatnik kameralar o'rnatib qo'yilgan. Xudo xolasa pechkalari bor. Bemalol hamma joyini ishlatib yursalaring bo'laveradi. Dvorniklari elektronli. Hatto kamarlarigacha o'rnatib qo'yilgan, hurmatli kuzatuvchilar. Buni BYD Seagullga o'xshaganlari ham bor. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar yoki do'konimizga tashrif buyursalaring, albatta sizlarga ko'rsatib, hamma yo'g'ini arzon qilib beramiz. Yoki kommentariyada mini kart yozib qoldiringlar. Kuzatuvchilar, endi elektronli mini labolarimizga o'tadigan bo'lsak. Oddiy labolarga qaraganda ancha ko'proq yuk oladi. 1 tonnagacha bemalol yuk olib yuraveradi. Oddiy labolarimiz bo'lsa 550-650 kilolik bo'ladi. Oldi ko'rinishlarni ko'ryapsizlar. Oldingi reklamalarda chiqqan labolardan ham bor, lekin hozir showroomimizda turgan labo xuddi mana shu bo'ladi. 12 razmerdagi ballonlar o'rnatilgan. Blatno udar qilib qo'yilgan. Tonirovkalar o'rnatilgan. Ko'chada yurganingizda ancha-munchasi o'qiydigan darajada seryozni qilib qo'yilgan model. Zapaska ballonlar bor va oldida yonida qo'shimcha
bortlar mushab qoladigan narsalari uchala tarafga ochiladi va splashnoy tekis bo'ladi. Ko'proq narsa yuklab olsalaring bo'laveradi bir tonnagacha bo'lgan. 72 li 6 ta akkumulyator o'rnatilgan. Ichki holatlarini ko'rishlaring mumkin akalar. Ikki kishi bemalol o'tirib ketaveradi. Tablolar elektronli bo'ladi. Elektronik tablolar o'rnatilgan. Va tepada yukida qo'shimcha ventilyatorlari bor. Hozir anchagina sovuq beryapti menga ham o'zi. Hozir buni ham faralarini yoqib ko'rsatamiz. Buni projektorlarigacha bor. Pechkasini ishlashini eshityapsizlarmi akalar? Bemalol qish kunida minib yursalaring ham bo'laveradi. Kolonkalari o'rnatilgan. Hozir buni ham faralari juda chiroyli. LED faralar yonadi. Tepada va qo'shimcha ikkita projektor. Ancha yorug' qilib beradi va qo'shimcha dugi. Hech payt ancha kuningizni yorug' qilib beradi. Yo'llarda bemalol yursalaring bo'ladi. Bu ham avtomat korobka, gaz tormoz. Yoshi kattalar va ayollar ham minsa bo'laveradigan modellar bo'ladi. Agar mini laboyimiz to'liq obzori qiziq bo'lsa, kommentariyada elektronli labo deb yozib qoldiring. Endi bu tarafda mototsikllarga o'tadigan bo'lsak, Lifan kompaniyasi ishlab chiqarilgan mototsikllar ko'rishlaring mumkin, hurmatli kuzatuvchilar. Eng kichkinalaridan boshlaydigan bo'lsak, eng kichkinalari, lekin eng zo'rlari desa ham bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, Lifan CG150. 150 kubali original motor bilan jihozlangan. Rasxoti 1,5-2 tagacha chiqadi. Yulduzsimon diskalar va baquvvat balonlar. Tablolarni ko'rib turibsizlar, maksimal tezlik 100 gacha chiqadi. Maksimal tezlik tabloda 120 ko'rsatilgan. Karburator yaponskiy. Uzoqdan ham juda chiroyli ko'rinadi. Ranglari ham juda chiroyli. Oldida qo'shimcha dugalar o'rnatilgan. O'sha eski Minskiy ko'rinishini eslatib yuboradigan mototsikl bo'ladi. Lekin bu mototsikl vazni yengilligi tufayli bemalol oldini ko'tarish xususiyatiga ega va 3 kishi, 4 kishini ham bemalol olib ketaveradi. Buni ko'p videolarda ko'rgan odamlar, o'z braziliyaliklar juda zo'r minadi bunaqa modellarda. Oldini ko'tarib sakratib yuborishadi bir joylarda. Bu modellar xudo xolasa avloddan avlodga qolib ketadigan modellar bo'ladi. Kimga to'liq obzori qiziq bo'lsa, Lifan CG150 deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu modelimiz Defox model. Bu ham xarakteristiklar bir xil. Faqat bu o'zimiz minib ko'rdik. Jicha Lifanga qaraganda tezroq. Lifanga qaraganda tezroq bo'ladi. Buni ham to'liq obzori kerak bo'lsa, Defox CG deb yozib qoldiringlar. Bemalol hammasini bitta-bitta olib chiqib sizlar uchun obzor qilib beramiz. Bu modellarimiz bo'lsa, original mototsikllar bo'ladi. Ko'rishlaring 150 kubalik original dvigatel bilan jihozlangan va tablosiga hozir e'tibor berasiz, hurmatli kuzatuvchilar. Juda chiroyli tablolar o'rnatib qo'yilgan. Oldi tormoz 7 kislik, orqasi troslik barabanda bo'ladi. Tablosini ko'ryapsizlarmi, hurmatli kuzatuvchilar? Juda chiroyli tabloda. Ranglari ham juda chiroyli. Xuddi shu modelimiz aksiyada hozir. Agar ikkalasini oladigan odam bo'lsa, 17 million so'mdan qilib beramiz. Ikkalasini ham 17 million so'm, bittasi 17 million, bittasi 17 million. Ko'chalarda 21 million, 22 milliongacha sotilayotgan bu modelimiz bizda agar ikkita oladigan odam bo'lsa, 17 million so'mdan qilib beramiz. Endi Lifan kompaniyasi ishlab chiqargan KP200 model. KP200 model bu oldini ko'tarishga juda zo'r modellardan biri. O'rganuvchilar uchun ham juda zo'r. 2 kubali original Lifan motor joylashtirilgan. Maksimal tezliklari 120 gacha chiqadi. 7 kislik tormozlar o'rnatilgan. Juda tez yuradi. Barazgomi juda tez bo'ladi. Kimga qizig'i bo'lsa, KP200 deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar ikkita oladigan odam bo'lsa, albatta bu ikkalasini ham aksiya qilib beramiz, xudo xolasa. Va Lifan 10W modelimiz MT modellarga o'xshab ketadi, ko'rishlaring mumkin. Braziliyaliklarda mototsikllarga ko'proq o'xshaydi. Va V-tor motor joylashtirilgan. 250 kuba bo'lgan bilan bemalol 400 replikalar bilan surishib qo'yaveradi akalar. Oldida ko'rinishlar juda seryozni. Va street modellar turkubiga kiradi bular.
Tablolari ham buni elektronik tablolari o'rnatilgan. Injektor motorda va ABS tormozda bo'ladi. Buni to'liq obzori kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada Lifan 10W deb yozib qoldiringlar. Bu tarafda bo'lsa, ko'pchilik yosh kattalar va Harley Davidsonga o'xshatadiganlar mototsikl ishqibozlari uchun juda zo'r mototsikl bu. Ko'pchilik o'zi katta baykerlarda uyda ham albatta bittadan bo'ladi, chopper model bo'ladi bu. Lifan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 250 kubalik V-obrazli motor joylashtirilgan. Ikkita silindr va ikkita porshenli bo'ladi. Sovutish sistemasi vazdushni havoda soviydi. Ovozlari ham juda zo'r chiqadi. Boshda ortib olmaydi, unchalik balanddan emas. Seplik bu model kamarlik va seplik. Hozir tablolarni yopib ko'rsatamiz. Bunda ham juda chiroyli tablolar bor. Bemalol uzoq yo'lga yoki O'zbekiston ichida bemalol sayohat qilib yoki boshqa davlatga chiqadiganlar uchun ajoyib va to'g'ri keladigan modellardan biri. Endi dalalik, dashtlik, xullas yo'l tanlamaydigan model so'raganlar uchun ko'rishlaring mumkin. Enduro modellarimiz 200 va 250 kubalik model. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkalasining ham maksimal skortlari 100 dan oshadi. Buni rasxodiga keladigan bo'lsak, 1,5 ta, buniki 2,5 ta. 1 litr rasxod farq qiladi, lekin 250 kubalik bilan 250 kubalik. Xudo xolasa, hurmatli kuzatuvchilar, yana bir aksiya. Agar kimda kim mototsikl sotib oladigan bo'lsa, qo'shimcha dot sertifikat bor, kaskalar qo'shib beriladi. Sportniy bayklarimiz ham xudo xolasa yetib keladi, hurmatli kuzatuvchilar. Tashqarida ham yana bu modellar. Kimga qanaqa model qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsalaring, to'liq obzorini qilib chiqarib beramiz, hurmatli kuzatuvchilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar kommentariyaga yozmasalaring, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, bemalol operatorlarimizga bog'lanib, to'liq ma'lumotini bilib olishlaring mumkin. Xudo xolasa, bugun video qo'yiladi. Ertaga kommentariyadan aniqlab qaysi modelni obzor qilishni ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa yozasizlar degan umiddamiz. Yozib qo'ysalaring, ertaga xudo xolasa o'sha modelni tashqariga olib chiqib, alohida sizlar uchun obzor qilib beramiz.